Salom hammaga. Bugun sizlar uchun ajoyib kompot yopish sirlarim bilan bo'lishmoqchiman. Demak, birinchi bo'lib olchamizni terib olamiz. Ha aytgandek, olcha terish uchun mana shunday maxsus bog'lam bilan bo'yningizga chalakni bog'lab olsangiz, sizga ortiqcha noqulaylik keltirmaydi. Bankalarimizni yaxshilab yuvib, chayib olganimizdan so'ng, ularni yaxshilab sterilizatsiya qilib to'nkarib qo'yamiz. Terib olingan olchalarni yaxshilab 2 martalab chayib, keyin toza suv quyib, uni qaynatib olasiz. Shakar solasiz va yana qaynatasiz. Qaynab chiqqan tayyor kompotlarni sterillangan bankalarga quyib olasiz. Xuddi mana men o'rgatgandek usulda yopadigan bo'lsangiz, bonkalaringizni otishini oldini olasiz va sizni qishda o'zini kompotlari bilan xursand qiladi. Mani duo qilishni unutmang.